Esingizda bo'lsa, bir voqeani eslatib beraman. O'sha futbol shou bo'lyapti-da, Anvar aka. Endi Farg'onaga borib qolganmidik. Haqiqiy futbolistlar bilan o'ynattirib qo'yishdi-yu. 11-0. Haqiqiy futbolistlar bilan san'atkorlar o'ynatib qo'yishdi-da. To'p bizlar oyog'imizga tegayotgani ham yo'qda, endi paraz qiling. Katta stadionda yugurish. Katta stadionda yana. Ular ham kim yutishni biladi. Ha, 11-0. Tasavvur qiling, biz ularga qo'shiq ayttiryapmiz. Keyin to'xtab turdilar rahmatli ustozim Muhrnagam. Mana shu birinchi taym o'zida 11-0. Hozir to'xtab turdilar. Shundoq kirib eslasangiz, razdivalkaga ikkinchi taym boshlanishdan oldin shundoq kirib aytib qo'yay dedilar. Futbol tugaydi dedilar. Mana shu agarda hozir yutqazib bermasalaring, mana shu xalqqa o'zlari ham shulay tasalladi dedilar. Shu bilan keyin Ular 11 da qolib ketdi. Ular 11 da qolib ketdi. Sizlar 12 ta urdinglar keyin. Ya, biz 22 ta urdik.